Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barchangizni yaqinlashib kelayotgan 2026-yil yangi yil bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. 2025-yil qanaqa yil bo'ldi degan savolnoma bilan Nishon tumani axborot resurs markazi xodimlariga yuzlandik. 2025-yil biz uchun juda ham omadli yil bo'ldi. Barakali yil bo'ldi. 2025-yil biz uchun bir qator quvonchli lahzalarga, baxtli onlarga boy yil bo'ldi. 2025-yil men uchun quvonchli va baxtli onlarga boy bo'ldi. 2025-yil men uchun muvaffaqiyatlarga boy yil bo'ldi. 2026-yilda yaxshi kutib olib, omadli, barakali yil bo'lishini tilab qolaman. 2026-yil ham barcha yurtdoshlarimiz uchun quvonchli lahzalarga va barcha ko'zlagan niyatlarga boy yil bo'lsin. 2026-yilda barcha yurtdoshlarimizga baxt va omad tilab qolaman. 2026-yilda barcha yurtdoshlarimizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va omad tilayman.